realniy pul. Ha. U broker bilan kontrakt qilinar ekanda, kontrakt asosida necha ming anaqa bo'lsa, o'sha 1 ga 8 ming ham kontrakt bilan faqat 100 ming pul bo'lish kerak. Xolasa 5 ming, xolasa 6 ming, xolasa 8 ming, shunaqa pulcha o'qib berar ekan. Lekin kichkina depozitlarga unaqa qilib bermas ekan. 100 ming, 100 ming bo'lish kerak ekan pul. Mana Just Forex'da ham kechagina $1000 shotga nechadir lot ochdim dedim. Katta lot Just Forex'da ham ochsa bo'pti. Ha, hozir aytaman, mana bu $10 shot bo'lsa, $10 0 ochgani qo'yadi-da. Bu degani 100 ga 1 lot ochgani qo'yadi. 100 ga 1 lot? 10 lot. Ha, 100 ga 1 lot, 1000 ga 10 lot. 10 mingga 100 lot. Men tashlagan darsimni eshitsang, adashmasam $1000 shotga nechadir 34 lotmi, nechadirli lot ochordim. Qaysindi? Sam Just Forex'da. Muslim shunday qilib ochgan ekan. Yo, uni ham bir nima qilgan bo'lsa kerak u. Yo, Just Forex. Just Forex dedi. Yo, u ham o'shanda deyman, plichoni shartnoma qildirib olganmi, 4 mingga 5 mingga qilib. Lekin 3 ming bo'ladigan bo'lsa, o'sha men hisoblagan bo'yicha ochadi-da, undan ortiq ochmaydi lekin. Yana bir bilmadim. Nima qilib ko'raman. Kecha men tashlagan videoim bor-ku. Qaysi anavi? Dars dedi. Hozir YouTube'da video tashlab qo'ydim. Silka tashladim. Ha. Shuni ko'rsa, o'tani ko'yim pattirli anaqani switch analizdan chiqqan Berishingalting. Mamlaqa yetim switch bor edi-ku. Ha. O'shani ham tushuntirib ketganda. Orasida orada bitta yetim switch bo'lib ketadi-ku, qolib ketadi. Misol uchun, qizil deydi. Mana shuni tushuntiryapti, unda zo'r tushuntirgan. O'shani ko'rsang, men tilida boy zo'r ishlab berdim. Bu deyapti, mana shunaqa yetim swechani deyapti, tanasidan tortish kerak deyapti, anaqa o'ring. Faqat deyapti, undan oldin mana misol uchun uptrend ketyapti. Misol uchun bu bundoq tushgan uptrend ketyapti. Uptrendda shakllandi. Undan oldin bundoq chiqib keldi, misol uchun mana bitada. Mana endi o'shani davom. Mana shunaqa yetim switch qattiq shakllanadi, deyapti. Men undan oldin bitta mamlaqa maksimum bo'lish kerak, deyapti. Maksimum switchni maksimum bo'lish kerak, deyapti. Buni maksimumi deyapti, mana anaqaga tizganingda deyapti. Mana switchni liniyaga o'tkazsan deyapti. Liniyaga o'tkazsang, mana mamlaqa bo'lib qoladi, liniyaga o'tkazsa. Liniyaga o'tkazganda mana shu maksimum uchiga bitta gorizontal tashlaysan deyapti. Liniya gorizontal tashlaysan, switchni o'tkazsan yana deyapti. Switchni o'tkazganingda mana shu yetim switch bor-ku o'rtada. O'shanga bitta anaqa tortasan deyapti. Mana o'rin tortganingda mana shu oldingi maksimum shuni ichida bo'lish kerak. Ya'ni mana bu gorizontal shuni ichida bo'lish kerak. Bu qarshilik ekanda. Mana shuni yorib o'tdimi deyapti. Support resistance nima bo'lar ekanda? Esinab. Ha.
bu borib keladi-da bu dedi. Hmm. Bu borib kelib kelganda deyapti. Hmm. Mana shu yerdan uchadi deyapti. Bu ham Ular retest tepaga. bo'lgan holatda deydi-da. Ha, mana bunaqa yetim switch tashlab ketdi. Mana uring bor maksimum. Hmm. Maksim eng hayda oldinga hay. Hmm. Trend pastga korreksiya qilib yana ketayotganda o'sha hayda mana shunaqa bitta yetim switch tashlab ketganda buni mana shu yetim switchni belgilaganingda mana bunaqa zonasini tanasini mana bu yerda undan oldingi maksimum liniyaga o'tkazganingda mana shu gorizontal liniya tashlaysan deyapti. Mana shu o'sha mana bu yetim switchning ichida bo'lishi kerak. Mana pastda masalan uchun mana bundoqroq bo'lib qolsa u o'xshamaydi. O'zida bo'lishi kerak ekan. Shuning ichida mana bu yerdami, bu yerdami, bu yerdami, xullas mana shu yetim switchning zonasida ichida. Hmm. De bu mabodo kelganda ham trend liniyaga kelib qolsa deyapti, qaytib kelib ham trend liniya pastdan o'sib ketayotgan trend liniya bor. Hmm. Juda kuchli. Mana shu trend liniyaga kelib qolsa deyapti, katta lot bilan qo'rqmasdan turgin deyapti. Hmm. De boya tillida 15 minutlikda 15 minutlik time frame'da o'sha narsani kuzatdim. Nima mana bu yerda o'sib kelyapti. Mhm. Bitta yetim switch mana buni yetim switch deb oldim man. Endi idealni ishladim, men bilmayman. Mana shuni tanasi.
aytdim.